Perez yangidan Real Madrid prezidenti etib saylanganidan so'ng Realda ko'plab transferlar amalga oshirildi. Unda aynan shu transferlar va kutilayotgan transferlar haqida gaplashamiz. Unda yaxshilab joylashib oling. Bugungi dasturimizni boshladik. Bu mavsumda Realning ilk transferlaridan biri Ibrahima Konate. U Liverpooldan erkin agent sifatida kelib qo'shildi. Real u bilan 4 yillik, ya'ni 2030-yilgacha amal qiladigan shartnoma imzoladi. O'tgan mavsumda o'zi asosan Realning himoyasi tanqid qilingandi. Mourinho bo'lsa asosiy e'tiborini himoyaga qaratmoqda va uning birinchi tanlovlaridan biri bu Konate bo'ldi va Konate shu paytgacha Liverpoolda o'zini yaxshi ko'rsatgan edi va asosan Van Dijk bilan tandemda o'ynashardi. Realda ham undan yaxshi o'yinlar kutib qolamiz. Real yana bir himoyachini o'z safiga qo'shib oldi, ya'ni Denzel Dumfries. Transfer summasi 20 million evroni tashkil qiladi. Dumfries o'tgan mavsum Interda ancha yaxshi o'yin ko'rsatgan, ya'ni u o'ng qanot himoyasida o'ynasa-da, faqatgina himoyada emas, balki hujumda ham o'zini ko'rsata oladigan futbolchi. Endi ko'ramiz u Realga qanchalik tez moslashib ketarkin. Perez yana ayyorligini ishlatdi. Ya'ni Bernardo Silvaning Barsaga o'tishi hal bo'lib turganida, oxirgi lahzalarda Silva Realga o'tdi. Va Silvaning Realga o'tishida albatta uning tajribasi va ham yarim himoyada, ham o'ng qanot hujumida ham o'ynay olishi, ya'ni barchamizga ma'lum bo'lganidek, Realning o'ng qanot hujumida stabil futbolchi yo'qligi va Silva esa bu pozitsiyada o'zini yaxshi ko'rsata oladi. Endi ko'ramiz, qani u Pep kabi Mourinho bilan ham chiqishib keta olarmikan. Ispaniya terma jamoasiga jahon chempionati uchun Realdan bironta futbolchi chaqirilmagandi. Ammo Real Ispaniya terma jamoasidan futbolchi sotib oldi. Marco Cucurella Realning bu yilgi yana bir transferlaridan biri. Transfer summasi 60 million euro. Real u bilan 6 yillik, ya'ni 2032-yilgacha amal qiladigan shartnoma imzolagan. Cucurella chap qanot himoyasida to'p suradi va hozirda o'z pozitsiyasida eng yaxshilardan biri. Hujum tashkil qilishda ham qatnashadi. Ya'ni hozirgi kunda Realga kerak bo'lgan futbolchilardan biri. Real katta transferlarda ham muammolarga duch keldi. Masalan, Olise va Alvarez. Ya'ni Real Alvarez uchun Atleticoga 150 million yevrolik taklif yubordi va tabiiyki rad javobini oldi. Bundan tashqari, Olise transferi haqida ham bir qancha xabarlar tarqalgandi. Ammo Madrid klubi rasmiy bayonot bilan chiqib bu xabarlar noto'g'ri ekanligini tasdiqladi. Fikringizcha Real bu yozda yana qanday transferlarni amalga oshirishi mumkin? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bugungi dasturimiz shulardan iborat edi. Videoga like bosishni va sahifamizga obuna bo'lib qo'yishni ham unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.